Tumorovlar xalq ortida turuvchi fermerlarmi yoki fitna qurbonimi? So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Tumorovlar nomi bilan bog'liq turli xabarlar, video va asossiz ayblovlar tarqalmoqda. Biroq bu ayblovlar ortida haqiqat yo'qligi, aksincha mehnatkash fermerlarning sha'niga putur yetkazishga qaratilgan urinishlar ekani kundek ayon bo'lmoqda. Tumorovlar oilasi Namangan viloyatida yillar davomida qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan fermerlardir. Ular yerda ishlaydi, dehqonchilik qiladi. Mahsulot yetishtirib, minglab insonlarning dasturxoniga noz-ne'mat kiritadi. Bugungi kunda ularning faoliyati nafaqat tuman, balki viloyat miqyosida ham e'tirof etilmoqda. Prezident tashabbuslariga amal qilgan holda yangi agrotexnologiyalarni joriy etish, ish o'rinlari yaratish va aholining turmush darajasini oshirish Tumorovlarning asosiy yo'nalishi bo'lib kelgan. Mahalliy aholi va ishchilarning fikricha, Tumorovlar oilasi halol mehnat bilan shug'ullanadigan, odamlarga yordam beruvchi insonlar. Biz u yerda ishlaymiz, haqqimiz vaqtida beriladi. Hech kimni Tumorovlar oilasi halol mehnat bilan shug'ullanadigan, odamlarga yordam beruvchi insonlar. Biz u yerda ishlaymiz, haqqimiz vaqtida beriladi. Hech kimni xafa qilmagan, xalqning duosini olgan insonlar. Ularsiz bu hududda ishsizlik bo'ladi, deydi qishloq aholisining biri. qoralash ortida aslida nima bor? Tumorovlarga qarshi qoralash aksiyalari tasodif emas. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu haqiqatlar ortida shaxsiy manfaat izlayotgan ayrim shaxslar turibdi. Moliyaviy nizolar, hasad va obro'sizlantirishga urinishlar bugungi voqealarning asosiy sababi bo'lishi mumkin. Ayrim manbalarga ko'ra, ularni qoralayotgan shaxslar o'zlari moliyaviy aldov, firibgarlik bilan bog'liq ishlariga aralashgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Biz qishloqdagi odammiz, yerda ishlaymiz, halol mehnat qilamiz. Biz haqimizda tarqalayotgan yolg'onlar bizni mehnat qilishdan to'xtata olmaydi, deydi Alibek Tomorov. Xulosa qilib shuni aytish lozimki, haqiqiy fermer nafaqat yerni, balki yurtni boqadi. Bunday insonlarning ortidan yolg'on va fitna uyushtirish bu mehnatga qarshi jinoyatdir. Tumorovlar haqida gap ketganda, fermer, tadbirkor, ish beruvchi so'zlarini yonida yana bitta so'z turishi kerak. Xalq ishongan insonlar. Aspekt 24 jamoasi bu mavzular yuzasidan jurnalistik surishtiruvlarimizni davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana prezidentimizga bu murojaatim avvalambor. Men o'zim tadbirkorman, oilaviy ukalarim bilan, farzandlarim bilan, jiyanlarim bilan xalq rizqini yetishtirishda doim ko'pragimizga qo'limizda urib yerni olganmiz, mehnatdamiz. Prezidentimizni o'zlariga biz qarab turmashimiz kerak, bu tinchligimizni qadriga yetishimiz kerak. Bir-birlarimizga har xil tuhmat, uydirma gaplarni qilmashimiz kerak. Bu xalqimizni hammalarini murojaatim shuki, mana shu bloger Dilshod mana bu yerga kelib bir tomonlama meni 9-oktyabr kuni kaltaklanganman. 10dan ortiq ko'cha bolalari meni kaltaklagan. Mana hozir ko'rib turibmiz, Namangan viloyati Chust tumanida, aynan Olmos qishlog'ida Tumorovlarni qoralash aksiyasi davom etyapti. Tumorovlar o'zi aslida kim? Shu darajada kuchli bloger ta'kidlagan vallomatmi? Davlat rahbari ishongan tadbirkorlardan birimi? Xitoy davlatidan bu diska barana deydi buni. Mana kesalarni bizda dehqonchilikda eng qiynalchilik narsa yerda tekislab, yerda kesasiz ishlab chiqarib olish bo'lgan. Biz o'shani ishlab chiqarib olish maqsadida mana Xitoy Xalq Respublikasidan bu diska baranani olib keldik. Mana hozirda yerda bittada o'sha bug'doy ekadigan holatga keltirib, kesasiz, sifatli qilib bittada yerni tayyorlab beradi. Qo'limizda 38 dan ortiq ishchilarimiz bor. Prezidentimizning sa'y harakatlari bilan mana 2016-yildan keyin fermer xo'jaligimizda juda ko'p o'zgarish, ko'p yangiliklar bo'ldi. Mana shuncha texnikalar oldik. Mana chorvalarimiz bor. Qo'limizda 38 ta odamni misol boshlardagi 7 ta 8 tasi 25 milliondan oylik oladi. 25 milliondan oylik oladi. Eng mana maktabni bitirayotgan yoshlar, keyin mana daftarda turadigan ayollar, mana shularni olganmiz. Jami 38 ta nafar ishchini ish bilan ta'minlaganmiz aka. Davlat xususiy sherikchiligiga maydoncha nasosda olganmiz. Etdi ishlaydi. Mana undan tashqari yollanib ishlanadigan ishchilarimiz bor. Biz doim mehnat bilan bandmiz. 65 gektar yerimiz bor. 65 gektar yer bo'lsa, misol bizda o'sha bolaligimizdan shu yerda orqasida akam rahmatlik Tumorov Almardonda orqasida katta bo'lib, shu yerda kun kechirdik, shu yerda yashadik. Hammamiz ham mol dunyoni shu yerda orqasidan topdik. Prezidentimiz qilib bergan imkoniyatlardan to'g'ri narsalarga erishdik. Nimaiki mana har yili bug'doy sotamiz. 1 milliard 200 million, 1 milliard katta bug'doy qoladi. Davlatning o'ziga qancha sotamiz? Paxta, g'alla, undan tashqari mana chorva mahsulotlari. Mana go'sht yetishtiramiz. Misol
yiliga 400 milliondan oshiq chorvani o'zidan go'shtdan foyda qilamiz, daromad qilamizda. Buni endi nima desam bo'ladi? Bu hammasi mehnat orqasidan, prezidentimizni qilib bergan bizga sharoitlar orqasidan bo'lyapti. Bu narsalar hammasi, mana shuncha texnikalarning hammasini ham shu davlat bizga yo'l qo'yib, kredit qilib bergan, bittasini lizing qilib bergan. Endi shuna qilib, endi mol dunyo orttirdik. Endi shu anonga kelib turib, endi orqamizdan fitna qiladigan odamlar ham paydo bo'lib qoldi endi. Bizdagi haligi mol dunyoni, haligi bular yerini olish kerak, polonni olish kerak, bulardan texnikasini olish kerak, bular qora mashinada yuribdi, manda kekka yuribdi degan gaplarni qilib, har xil noto'g'ri gaplarni tarqatib, biz orqamizdan ig'vo qilyapti. Dilshod degan bloger bizda sud hukmisiz, yo bo'lmasam sud qarorisiz, bizni nima desam bo'ladi? Sha'nimizga, obro'yimizga putur yetkazadigan narsalarni qilyapti. Nimagaki, agar mana hozir 2025-yil 9-oktyabr kunidagi holatga keladigan bo'lsak, akamni 10 dan ortiq nafar o'sha yollanma yigitlar urgan, hammasi. Urib turib endi o'zlarini jabrlanuvchi deyapti. Endi mayli, uni tergov hal qiladi, sud hal qiladi. Suddan keyin kim aybdor, kim aybsiz. Biz keyin o'shandan keyin gapiramiz. Bu narsalarni, hamma narsalarni oydinlashtiramiz. Bizning qo'limizda ham asosli materiallar bor. Kim borgan, kim nima qilgan, kim urgan, kimni qayerdan kim urgan, sentrga borganda bu barib turib 1 soat, salkam 1 soat bolalarni yig'ib yerda tayyorgarlik qilgan joylariga davr bizda audio, video zapislar hammasi to'liq bor. 4 dan oshiq mavjud. Nimagaki bu holat bo'yicha o'sha Yusupov Dilmurod degani o'sha bir guruhni moliyalashtiradigan odam, shu bizning orqamizdan o'sha odamlarga pul berib yo'llab, hozirda bizni hayotimizga tajovuz uyushtiryapti. Sababi bu yollangan bolalarning hammasi pulga urushib, doim mana daftarchi deydi, mana shunaqa holatda yurgan bolalar. Endi uni ham aybdorligini sud hal qiladi. Kim aybdor, kim haq, kim nohaqligini odil sudlov hal qiladi. O'shanga doir biz o'zimizdagi boriki narsalarni ochuvlamaymiz. Tumorovlar yomon, Tumorovlar deyapti. Bizda sha'ni qadriyatimizni, qimmatimizni yer yuryapti. Xalq tarzida bizda haligi nima desam bo'ladi? Go'yoki yomonotlik qilyapti-da. O'shanga biz sizlarga murojaat qildik. Mana prezidentimizga murojaat qilishimizdan ham asosiy maqsad bularga qonuniy chora ko'rish. Nimagaki bitta odamni qaysidir yo haligi o'ziga yoqmagan yo nimadir gapi uchun abar turib uni ko'pchilik bo'lib urishi noto'g'ri narsa. Nimagaki mana o'zi yuqori turuvchi organlarga biz hamma dalil anolarni berganmiz. Mana guvohlar so'raydi, dalillarni ko'radi, so'rab surishtiradi, kim aybdor, kim nohaqligini o'shanda hal qiladi. Bu bir tomonlama hal qiladigan narsa emas. Kimdan so'rasangiz o'zini haqman deydi. Lekin mana shu hozir intervyu berayotgan bolalarning hammasi, o'sha Dilshodga bergan intervyu bergan bolalarning hammasi shu akamni urib, shikastlanib, o'sha jamoat joyida urib, yana militsiyaxonaga qochib borsa orqasidan qo'ylab borib jinoyatini davom ettirib, yana bir zo'rlik qilyapti bular. Buni anavon orqasidan. Bu nima, puliga ishonyaptimi yo kimigadir ishonayotgan bo'lsa, bu narsani aniq qilish kerak. Hozir agar bizda o'sha kuni ichki ishlar organlari xodimi bo'lmaganda, bizni yetti o'ldirib tashardi. Sababi jinoyatini davom ettirib, akamni sentrda urib, qassobxonani aldirib, militsiyaxonaga borgan joyda orqasidan ta'qib qilib barib, yetti o'ldirish maqsadida borgan bular. Nimagaki bular uyushgan jinoyatchi bular. Qo'liga 3-4 ta andaqalarni olgan. Truba narsalar qilib tayyorgarlik qilganlik to'g'risida bizda misol mana qo'lida narsalarni ko'tarib kelib, yerlarga qo'yib tayyorgarlik qilgan to'g'risida ham aniq dalillar bor bizda. Nimaki uni tergovga biz xudo xolasam taqdim qilamiz. Kim nohaq, kim haqligini mana odil sudlov hal qilgandan keyin palonchi odam aybdor ekan degan aningga boramiz, to'xtam qilamiz. Nimagaki biz ham hozir palonchini aybdor ekan deya olmaymiz. Sababi uni ham surishtirsin, bizni ham surishtirsin. Hammamizni qo'limizdagi narsalarni olib, mana yuqori turuvchi organlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hammasi nazoratga olgan. Endi mana biz ham murojaat qilganmiz, murojaatlarimiz ko'rilyapti. Mana ukungida chaqirib tuman prokurorimizning yordamchilari
ichki ishlardan bularni yarashtirib qo'yuvdi. Yarashtirib qo'ygandan keyin ham tashqariga chiqib, oynaga tushirib, har xil gaplarni gapirib shantaj ketyapti. uyushtiryapti. Yana mana blogerni chaqirib, yana video qilib chiqazyapti. Har xil endi biz ko'chada qilgan muomalamizga bularni aralashishga haqqi yo'q-da. Nimaki bularni ichi to'la nima desam bo'ladi? Haligi bizda qora mashinada kekka yuradi deb gap gapiribdi-da. Biz endi mehnat qilganimizdan keyin xohlagan mashinamizda yuramiz. Uni ham prezidentimizga rahmat, birinchi o'rinlikda kreditga beradigan qilib qo'yganlar. Kreditga olgandirmiz, naqd pulga, bu hammasi mehnat orqasidan-da. Buni bu o'zidan o'zi kelib qolmaydi-ku. Ma'lum Toshkentga borsangiz, mashina olgan borsangiz, pulsiz borsangiz bermaydi. Xalq dardida yozyapti, bloger. Sizlarga murojaat qilishimizdan ham sabab shu. Bizni yomon otliq qilyapti. Xolisona o'rganib, bizga xolis ikki tomonlama o'rganib, bitta bizni emas. Qolganlarni ham so'rab surishtirish kerak. Agar biz yomon bo'ladigan bo'lsak, biz jinoyatchi bo'ladigan bo'lsak, bizga ham chorani ko'rsin. Agar bizda aybimiz bo'lmaydigan bo'lsa, ularni ham aybi bo'ladigan bo'lsa, ularga ham chorani ko'rsin. Nimagaki bu ko'chada yurish-turish qoidasini qasddan mensimasdan odamni oyoq osti qilib urib, u tepkilab, u noto'g'ri narsa. Men videolarni hammasini ko'rdim. Men akamni to'g'risi gap, agar o'sha videolar bo'lmaganda men nohaq o'ylardim. Nimaga bordi dedim, misol akam bilan ham ko'p gaplashdim. Nimagaki o'sha videolarni ko'rgandan keyin odam barib quchoqlashib ko'rishgandan keyin ta'sir urib tashlashi, u o'tda pastkashlik, nohaqlik, u yaxshi narsa emas. Nimagaki u qo'lga erk bergani uchun u hali davlat oldida javob beradi. Qonunda oldida, xalqimiz oldida javob berish kerak. Ichki ishlar qattiq shug'ullanyapti ichki ishlar dakansa oxiriga to'liq o'rganib turib, o'shanga chora ko'rib, mana uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash, shu uyushgan jinoyatchilarni ham nazoratga olish kerak. Bu yaxshi emas. Nimagaki buni ustida to'da rahbarlari bor, moliyachisi bor. Yusupov Dilmurod moliyachisi bularga pul yetkazib beradi. Nimagaki haligi soxta guvohlar ham pul orqasidan hammasini ko'ringda, videoda yo'q odamlarni guvoh qilyapti. Men o'sha odamlarni tanimayman, Jahongir aka. Keyin eng qizig'i urgan odamlar guvoh bo'lyapti. Bitta Dilmurod urganmi ishtiya, qolgan odam guvoh bo'lyapti-da. Siz ham haligi yerda ko'rdingiz, misol videoni. Ko'rdingizda, yerda misol bitta odam urgan bo'lsa, misol hech kim bunga tuhmat qilmaydi. O'sha yerda o'sha ko'pchilik bo'lib uryaptiki, o'sha narsani ko'rib turibmizki, shu narsa gapirilyapti. Keyin guvohlarga ta'ziqa o'tkazadigan joylari bo'lyapti. Ko'rgan odamlarga guvohlik berma. Agar bersang bizga, biz tomonimizga deydigan anavlari bor. Degan guvohlar ham biz guvohlik bera olmaymiz. Bular bizga keyin zo'rlik qiladi, uradi, so'kadi degan ganda qilyapti. Zo'ravonni bizni nomimizda qora qilish bo'lyapti xolos. Biz bu yerda insonlarning haq-huquqini himoya qilishda 100-moddasi bor, Jahongir aka. 100-moddasida kim agar mana shunaqa mana blogini men ko'rmaganman, bu bolani tanimayman aka. Kelib, hop o'rganib u tomonda, men oldimga kelganda, men telefonimda holatlarni ko'rsatardim. Uka, hozir senga buni bera olmayman. Keldi blogerlargacha ham. Har xil keldi. Yo'q, men sizlarga olib chiqa olmayman. Ichki ishlar shug'ullanyapti bu yerda. Nimaga? 2018-yilda bir odamlarni uyushtirib, xuddi shunaqa holat bo'lgan menda. O'sha ikkita advokat shulardan hozir uni ichidagi gapga qaraganda, ichida o'sha bir ikkita o'rtoqlar aka mana shunday qilib $6,000 berib advokatlarga uchastkovoylar ustidan yozdirib Dilmurod. Bu yerda ichki ishlarni nima aybi bor? Bu yerda men aytayapmanki Dilmurodga aka, men aytmoqchimanki, mana shunchalar yerlarda ishlab turibmiz. O'shalar ham mana shunaqa yerda a'zo bo'lib ishlab, bular ham masalan o'zini ko'rsatsa bo'ladi-ku. Mehnat qilsa, men o'zim 2-guruh nogironligim aka, bosh qismim ochilgan meni. Jarrohlik amaliyot o'tkazilgan menda. Mana miyamni ko'ring. Mana bosh qismim ochilgan. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan menda. nogironlikni Agar sizga davlatda hech kim kallasini ko'ndiga qo'ymadi, javobgar qilib beradi doktorlarni. Tuhmat qilyapti-da blogini. Bittagi videodagi holat, ijtimoiy tarmoqqa tarqalgan holat faqat bizning nomimizda qora qilish, tuhmat, bo'xton, faqat shu narsa. Davlat rahbarimiz hozirgi kunda tadbirkorlarga bergan imkoniyatlardan foydalanib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan Tumorovlar kimnidir dumini bosdi. Tumorovlarni qoralash ortida kim turibdi yoki qanday manfaat turibdi? Yuqori turuvchi mutasaddi tashkilotlar alohida e'tibor qaratishini hamda javobgar bo'lgan shaxslarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jazo berilishini so'raymiz.